Assalomu alaykum parvoz akalar, sog' salomat yuribsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Xo'p, akalar, sizlardan bir iltimos qilib chiqaman. Menga Tayvonni o'sha Greenhouse, jarroh tazi, qumay tazi dergan, ana shunaqa zotlik, o'sha tulkini bir 100 metr, 50 metr, 100 metrga olib bormasdan ushlaydigan, ov qilingan, tayyor, o'sha ovlargacha bo'lsa, mana shu aka-ukalarimiz ichida agar shunaqa охотник Tayvan itlarga qiziqadigan aka-ukalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Menga hozir srochni kerak, bitta yaxshi Tayvan kerak. Ammo shu zotlik, chiroyli zotligidan kerak. Agar kimda bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Zotga qiziqadiganlarga farqi yo'q. Zotni zo'ridan qilib beraveraman. Agar videolari, ov qilgan videolari boshqasi bo'ladigan bo'lsa, o'sha tulki, chiya bo'ri ashaqalarni ushlagan videolari bo'ladigan bo'lsa, puliga ham kelishaveramiz. Farqi yo'q. Puliga ham, zotiga ham gaplashaveramiz. Faqat menga srochni kerak. Hozir bugun Tayvan o'zimda Tayvan bor edi, jarroh tazidan bor edi, Qozog'istondan oldirdim. Kuchuk edi. 8 oylik kuchuk edi. Bir ikki ovga olib chiqsam, yugurishi zo'r, hamma tomondan zo'r, lekin tulkini ushlay olmaydi. Nima deydi? Hali azag'lanmagan ekan. Ovchilar aytadi-yu, azag'lanish kerak degan. Bu azag'lanmagan ekan. O'shanga kechqurun berib yubordim. Hozir bir hafta 10 kundan beri shedek boyloqda yotgan yerda birorta tulki kelmadi. Hozir mana kechqurun berib yuborsam, bugun abitga tulki kelibdi. Hozir tovuqlarni qiyratuvdi. O'shanga hozir asabim buzilib turibdi. O'shanga o'sha охотник itni zo'ridan kerak qisqasi. Kimda bor? Iltimos sizlardan aloqaga chiqib oringlar, gaplashamiz. Narxiga ham kelishaveramiz, zotga ham kelishaveramiz. Farqi yo'q. Faqat menga zo'ri kerak.